Assalomu alaykum qadrdonlarim, azizlarim. Mana bugun biza qo'l ushlagich tayyorlaymiz applikatsiyali. Mana shu ikkita applikatsiya tayyorlab olganman. Mana shuni applikatsiyani o'rtasiga qo'yamiz. Buning uchun bizga mana ikkita bo'lak matoyimiz bor edi. Mana buni mana o'rtasiga qo'yadigan mato olib oldim. Mana qalinroq bel yo'lidan qolgan. Mana keyin astariga olib oldim. Mana shunaqa qilib, mana shuni qo'l ushlagich tayyorlaymiz. Mana buni o'rtasiga qo'yib olamiz birinchi. Mana bundoq qilib chekkasidan tikib olamiz 0,1 santimetrga. Keyin davom etamiz yana. Mana o'rtasiga qo'yib oldik. Mana bulavkalab oldik, surilib ketmasligi uchun. Mana endi bir chekkasidan 0,1 santimetr chop beramiz. Mana sekin ehtiyot qilib urilib ketmasin choklaringlar. Mana shunaqa qilib 0,1 ga berib chiqamiz. Mana shunaqa qilib chekkasini hammasini aylantirib olamiz. Mana applikatsiyalarimizni birlashtirib oldik. Chiroyli qilib chekkalardan 0,1 berib, ana endi buni kengaytiramiz. Mana kengaytirishga mana shunaqa matolarimiz bor. Bu tarafiga 0,6 santimetrga birlashtirib chiqamiz. Mana qadrdonlarim, mana chekkalarga ulab oldik ulaydiganimizni. Ana endi buni chokini ustidan mana bunaqa tesmamiz bor. Mana shu tesmamizni tikib chiqamiz chekkasiga. Mana qadrdonlarim, mana chekkasiga tikib oldik chok ustidan. Tesmani tikib oldik chiroyli qilib. Ana endi biza buni chekkasini to'g'rilab chizib, osnorovka qilib olamiz. Mana bundoq qilib, mana lineyka qanaqa kelyapti, mana qayerda santimetrda qolin lineykada chizib, mana chekkalarini bir xil qilib olamiz. Mana shu usulda. Mana lineykamiz mana 1 santimetr bu yoqqa kiryapti. Qolganiga tekislab olamiz. Mana shunaqa qilib chekkasini to'g'rilab olamiz, tekislab. Mana chekkalarni keyin qirqib olamiz. Mana qadrdonlarim, mana endi biz ilgich tayyorlaymiz qo'l ushlagichimizni. Har qayerda turmasligi uchun mana ilgich tayyorlab oldik. Mana 0,5 qilib. Ana endi buni bo'tga mana bunday qilib qo'yib olamiz. O'rtasiga ikki yog'ini o'lchab, o'rtasini belgilab, buni bo'tda mahkamlab olamiz. Ana qadrdonlarim, mana ilgich tayyorlab oldik, mahkamlab oldik. Ana endi buni ustiga biza mana bu tarafiga ekan. Mana teskari tarafiga mana bu qo'yadigan o'rtasiga qalinlik turishi uchun qo'yganmiz beyazimizni. Mana buni qo'yamiz. Mana buni astarini, mana buni yuziga qo'yamiz. Mana yuziga qo'yib oldik. Mana qo'yib olganimizdan keyin mana bu tegida qoladi astar bilan. Chekkasini aylantirib 0,5 ga tikib chiqamiz. Ag'darish uchun joy qoldiramiz bu yerdan. Mana qadrdonlarim, chekkasini tikib oldik. Mana ag'darishga joy qoldirdik. Mana bu yerdan. Mana endi buni qirqib olamiz chekkalarini, keyin ag'darib olamiz. Mana qadrdonlarim, qo'l ushlagichimiz tayyor bo'ldi. Mana ag'dardik. Chekkalarini 0,1 santimetrga chop berdik hammasiga. Mana top-toza bo'ldi. Mana orqalari chiroyli bo'ldi. Mana yo'qlarini ko'ring. Xohlagancha qo'l ushlagich qilishingiz mumkin. Mana qo'l ushlashga ham yengil, og'ir emas, qattiq emas.
Mana ko'ring. Siz ham harakat qiling. Sizni ham qo'lingizdan keladi. Mana. Sog'lik, salomatlik tilayman. Sizga ham ijod. Qo'lingizdan keladi, harakat qiling. Sog' bo'ling, ko'rishguncha.